Salom va xush kelibsiz. Bugun siz bilan juda qiziqarli va sirli mavzu haqida gaplashamiz. Tushda fil ko'rish nimani anglatadi? Tushlar inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ular ba'zan bizga muhim ishoralar beradi. Fil esa tushlarda kam uchraydigan, lekin juda kuchli ramz hisoblanadi. U kuch, sabr, donolik va ulug'likni ifodalaydi. Agar siz tushingizda katta va tinch filni ko'rgan bo'lsangiz, bu juda yaxshi belgidir. Bu sizning hayotingizda baraka, tinchlik va hurmat ortishini anglatadi. Yaqin kunlarda siz muhim qaror qabul qilishingiz va bu qaror sizni muvaffaqiyatga olib borishi mumkin. Mashhur tush ta'birchisi Ibn Sirin aytishicha, tushda fil ko'rish ko'pincha kuchli va nufuzli inson bilan bog'liq bo'ladi. Bu sizning hayotingizda katta ta'sirga ega bo'lgan bir inson paydo bo'lishi yoki siz o'zingiz kuchliroq mavqega chiqishingiz mumkinligini bildiradi. Agar fil sizga yaqinlashayotgan bo'lsa, bu katta imkoniyat yaqinlashayotganidan darak beradi. Bu yangi ish, foydali tanishuv yoki moliyaviy yutuq bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu imkoniyatni o'z vaqtida ko'ra bilishdir. Ammo agar tushda fil sizni quvsa yoki hujum qilsa, bu ogohlantiruvchi belgi hisoblanadi. Bu sizning hayotingizda sizdan kuchliroq muammolar yoki bosimlar borligini anglatadi. Ibn Sirin bunday tushlarni ehtiyot bo'lish kerakligi haqida ogohlantirish deb talqin qilgan. Kichik filni ko'rish esa yangi boshlanishlar ramzi. Bu hali kichik bo'lsa-da, kelajakda katta natija beradigan ish yoki reja bo'lishi mumkin. Bu tush sizga sabr qilish va asta-sekin oldinga yurishni maslahat beradi. Agar siz fil ustida yurayotgan bo'lsangiz, bu juda kuchli belgidir. Bu sizning hayotingizni nazorat qilayotganingizni va katta muvaffaqiyat sari ketayotganingizni bildiradi. Ibn Sirin buni yuqori martaba va g'alaba belgisi deb hisoblagan. Filni boqish yoki unga mehr ko'rsatish, bu sizning qalbingiz pok ekanini va boshqalarga yordam berishga tayyor ekaningizni anglatadi. Bu kabi tushlar odatda yaxshilik va savob bilan bog'liq bo'ladi. Agar fil suv ichayotgan yoki suvda yurgan bo'lsa, bu ruhiy poklanish va ichki tinchlik belgisi hisoblanadi. Sizning qalbingizdagi tashvishlar asta-sekin yo'qoladi. Xulosa qilib aytganda, tushda fil ko'rish ko'pincha ijobiy ma'noga ega tushlardan biridir. U kuch, sabr, hurmat va katta imkoniyatlarni anglatadi. Ammo har doim tush tafsilotlariga e'tibor berish kerak, chunki aynan detallar uning asl ma'nosini ochib beradi.